Homiladorlik bu shunchaki 9 oy emas, bu ayol organizmi uchun eng murakkab biologik moslashuv davri. Shu vaqt ichida tanada qon hajmi 30-50% gacha ortadi, gormonal tizim butunlay qayta sozlanadi, metabolizm tezlashadi va organizm ikki hayotni bir vaqtning o'zida ta'minlay boshlaydi. Ko'pchilik bu davrda faqat bitta savolni o'ylaydi: qaysi vitaminni ichish kerak? Lekin asl savol boshqacha. Homiladorlik davrida organizm aslida nimaga muhtoj? Bugun biz bu savolga ilmiy va fiziologik nuqtai nazardan javob beramiz. Homiladorlik boshlanishi bilan estrogen va progesteron darajasi keskin oshadi. Bu gormonlar homilaning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, bachadon muhitini saqlaydi, immun tizimini moslashtiradi. Agar gormonal muvozanat izdan chiqsa, kuchli toksikoz, uyqusizlik, kayfiyat o'zgarishi, holsizlik kuzatilishi mumkin. Shuning uchun birinchi ehtiyoj gormonal barqarorlik. Homiladorlik davrida qon hajmi sezilarli darajada ortadi. Bu homilaga kislorod va ozuqa moddalarini yetkazish uchun zarur. Lekin bu jarayon temir ehtiyojini oshiradi, mikroelementlar talabini kuchaytiradi, charchoqni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun qon hosil bo'lish tizimini qo'llab-quvvatlash muhim. Homiladorlik davrida metabolizm tezlashadi, organizm ko'proq energiya sarflaydi, hujayralar tezroq yangilanadi, tiklanish resurslari ko'proq talab qilinadi. Shu sababli bu davrda sifatli ovqatlanish va to'g'ri tayyorgarlik juda muhim. Homiladorlikda immun tizimi pasaymaydi, u moslashadi. Organizm homilani rad etmasligi uchun immun javoban o'zgaradi. Natijada ayol organizmi ayrim infeksiyalarga nisbatan sezgirroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun antioksidant himoya va tabiiy qo'llab-quvvatlash muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik homiladorlikni test ijobiy chiqqan kundan boshlaydi. Aslida esa u undan oldin boshlanadi. Homiladorlikka tayyorgarlik bosqichida tuxumdon faoliyati, gormonal muvozanat, bachadon muhitining sifati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar organizm tayyor bo'lsa, homiladorlik jarayoni ko'proq barqaror kechadi. Ba'zi tibbiy manbalar reproduktiv tizim bilan bog'liq tadqiqotlarda tilga olingan. Masalan, palma gulchangi tarkibida aminokislotalar, antioksidantlar, biologik faol moddalar mavjud bo'lib, ular gormonal muvozanat va umumiy energiyani qo'llab-quvvatlashda rol o'ynashi mumkin. Albatta, bu dori emas va homiladorlik davrida har qanday biologik qo'shimcha shifokor bilan maslahatlashgan holda qabul qilinishi kerak. Agar ayol homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsa va tabiiy qo'llab-quvvatlash variantlarini ko'rib chiqsa, eng muhim masala mahsulotning sifati. Chunki aynan shu davrda aralashmasiz, sof manbadan olingan, to'g'ri saqlangan mahsulot tanlash zarur. Bugungi bozorda turli variantlar mavjud. Masalan, palma gulchangi sifat nazorati asosida va sof shaklda taklif qilayotgan ishlab chiqaruvchilar ham bor. Sunnah produkt shular qatoriga kiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, homiladorlik davrida organizm gormonal barqarorlikda, qon aylanishi qo'llab-quvvatlashiga, metabolik resurslarga, immun moslashuviga muhtoj. Sog'lom homiladorlik esa ongli tayyorgarlikdan boshlanadi. Agar sizga shunday ilmiy va muvozanatli kontentlar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.